Havusi bilan to'lib turgan vaqtda mana shu archa daraxtlari ko'p yashnab yotgan edi. Mana archalar ham qurishni boshlagan. Mana mahalla rais mana shu tagidan o'tadi, lekin shu daraxt nima uchun quriyapti? Birov marta e'tibor bermaydi. Mana archalar уже qurishni boshlagan. Archalar уже qurib ketyapti. Suvsiz archa suv bilan tirik. Suv bo'lmasa archaga yasholmaydi. Mana уже qurib bo'lgan, bittasi qurib bo'lgan butkul. Ana bu musor. Ana şu havuz. Ana musorlar. To'y o'tgandan keyin gullarni ham olib kelib shu yerga tashlagan. Ana